Bobbi, menga Luvr muzeyiga mehmonga ketyapmiz deb aytmaganding-ku? To'g'risi o'zim ham birinchi kelishim Somsapazni uyini bunaqa tasavvur qilmagandim. Bu yorug'likni bir qaragin. Bu uymas Sirojiddin dekorda ijodiy ko'rgazma zali-ku. Ko'zing qamashib ketadi-ya tunuqligidan. To'g'ri aytasan. Bu chiroqlar somsa tandiridagi o'tdan ham yorqinroq porlayapti. Hozir to'rtta somsa bo'lganda shu joyda zo'r ketardi-da. Sen ochafotni darding faqat qorin. Ha, endi Somsapazni uyga kelishdan maqsad ham shu edi-da, Bobbi. Kallasiga qoyil bu Sirojiddin dekorni chizganda ham shunaqa chizar ekanki, odam issiq somsani olib shu rasmni ichiga kirib ketgisi keladi. Sen yana oshqozon dardidamisan? Lekin tan olish kerak. Bu manzaraga qarab somsa yesang, go'shti og'zingda erib ketsa kerak. Rostdan bu Sirojiddin dekor jamoasi ishning ko'zini bilar ekan. Hatto burchaklarini ham shunday ishlashibdiki, pashsha qo'nsa shpagat ochib o'radi-ya. Ha, endi Namanganda eng oldi somsapaziga shunday dahshatli dekoratsiya yarashadi. Bu uyda yashagan odam o'zini Sulton Sulaymon deb his qiladi. Endi asosiy masalaga o'taylik. Oshxona qayerda? Bunaqa dahshat remont yuvchisiga bir tovoq dumbasi erigan somsalardan yedirmasalar uyat bo'ladi. Agar sizda ham shunday sifatli dekor ustasiga ehtiyoj tug'ilsa, Sirojiddin dekor xizmatingizda. Biz esa somsa yeyishga ketdik.